Toshkent axborot texnologiya universitetida Ma'naviyat va ma'rifat markazi 2025-yilda ochildi. Ya'ni bu katta bir o'zgarish, universitetimizda bir katta bir ma'naviyat katta sektor ochildi. Ya'ni bu sektordan asosiy ko'zlangan bitta maqsadi bor, talabalarni bitta joyga jamlash hamda talabalarni bitta muammosini bitta joyda hal qilish maqsadida ochildi. Kirishda ko'zingiz tushadi, hunarmandchilik markazi ochilgan. Ushbu hunarmandchilik markaziga milliyligimizga oid bo'lgan barcha narsalarni joylashtirganmiz. Milliy libos desmi, milliy chopon, milliy o'ymakorlik buyumlar, o'ymakorlik sopol idishlari va shunga o'xshaydigan bir qancha milliylik narsalar. Ya'ni bundan tashqari esa asosiy narsamiz ona siymosi tushirilgan rasmlar ham joylashtirilgan. Ya'ni buni joylashuv joyi ham, ya'ni koridorda joylashgan bo'lib, ushbu koridordan kuniga 1000 yoki 2000 odam o'tadi. Yani talaba tashrif buyurib o'tib, qaytib yuradi. O'sha talabalarning o'tish jarayonida ham muzeydagi milliylikka oid narsalarimizni, milliylikka oid kiyimlarimiz, liboslarimiz, kulolchilik narsalarimiz, bundan tashqari esa ona siymosi tushirilgan suratlarga ko'zi tushgan holda ham o'zida ruhiy, ma'naviy ozuqa olib, o'zida ya'ni ong osti degan tushunchamiz bor har bitta insonda. O'sha ong ostida milliyligimizga oid narsalar singib boradi. O'shaning uchun ham mana shuni koridorlarga joylashtirib, muzeylarimizni shunaqa tashkil etganmiz. Bundan tashqari esa kulolchilik muzeyidan o'tganda Saidahmad va Saida Zununovalarni muzeylarini ham joylashtirganmiz. Ya'ni Saidahmad va Saida Zununovalar prezidentimizni 2020-yil 20-mayda Adiblar xiyoboniga tashrifi doirasida katta bir adiblar bog'ini ochib bergan. Ushbu bog'dan talabalar ilhomlanib, ya'ni har bitta adibimizni hayoti ijodini o'rganish maqsadida har bitta oliy ta'lim muassasalariga Vazirlar Mahkamasi qarori bilan biriktirib bergan. Ya'ni bizda aynan Saidahmad va Saida Zununovalar tushgan. Ya'ni bu ham bizga biriktirilganligini bejiz emas. Ya'ni Saidahmad faqat shoir deb hisoblanmaydi. Bizni yoshlar tilida aytganda mobilograf, fotosuratchi, ko'p qirrali inson bo'lgan. O'shaning uchun ham bizni oliy ta'lim muassasamizga biriktirib bergan. Universitetimiz tomonidan ushbu Saidahmad va Saida Zununovalarning muzeylarini tashkil etishdan tashqari orderlarni ham ta'sis etganmiz, ya'ni ko'krak nishonlarini. Bundan tashqari esa stipendiyalarni ham bugungi kunda joriy etish ishlarini amalga oshiryapmiz. Hamda universitetimizda adabiyotga qiziqqan talabalar uchun ko'plab mana shu Saidahmad va Saida Zununovalarning ijodini o'rganish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshiryapmiz. Mana bu ko'rayotgan azoblaringiz hammasi men tufayli. Qodiriy xalq dushmani, sen bila turib uyingda saqlagansan. Buning uchun peshaningdan darcha ochib qo'yishadi. Saidahmad va Saida Zununovalarning muzeylarining qarama-qarshisida jadidchilarimizni muzeylari joy olgan. Bundan tashqari esa bugungi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan bot-bot ta'kidlanib o'tilmoqda. Birinchi Renessans, ikkinchi hamda bugungi kunda uchinchi Renessansning poydevorlari deb biz yoshlarni ta'kidlab aytib, ko'p bor bot-bot aytib o'tmoqda. Ya'ni o'shani talabalarga tushuntirish, ko'rsatish maqsadida esa o'sha birinchi Renessans poydevorlari, ya'ni Ibn Sino, Biruniy, Al-Xorazmiy, shunga o'xshaydigan Farobiy ko'plab bobolarimiz suratlari hamda ikkinchi Renessans Amir Temur bobomiz hamda Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek va shunga o'xshaydigan ko'plab bobolarimizni suratlarini ushbu muzeyga joy oldirganmiz. Bundan tashqari aynan alohida bir muzeyimizni ko'rkiga ko'rk qo'shib turgan bir katta talabalar yig'iladigan joyi bor. Yani Yoshlar ittifoqi hamda universitetimizda bir qancha klublar yig'iladigan, yig'ilishlar o'tkazadigan, seminarlar o'tkazadigan katta yig'ilish xonamiz ham bor. Aynan ushbu ma'ruza xonamizda Ma'naviyat va ma'rifat boshqarmasi qoshida 17 ta klub tashkil etgan. Ya'ni buni 8 tasi sport klubi, 3 tasi kiber sport o'yinlari klubi, bundan tashqari psixolog klublari, xotin-qizlar klubi,
va shunga o'xshaydigan bir qancha klublarimiz joy olgan. Ushbu klublarimiz faollari, volontyor yoshlarimiz esa mana shu ushbu yig'ilish xonamizda o'zlariga kerakli bo'lgan ba'zi bir seminar, treninglar hamda ilmiy konferensiyalar, xalqaro konferensiyalarni mana shu yig'ilish xonalarida o'tkazib kelmoqda hozirgi kunda. Universitetimizga ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha biriktirilgan 80 ga yaqin xodimlar bor. Bular barchasi o'z yo'nalishi bo'yicha ma'naviy ma'rifiy ishlarda, tadbirlarda olib borishadi. Bu bo'yicha masalan universitetimizda fakultetlarga biriktirilgan kafedralar bor. Har bir kafedrada talabalarimizni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida to'garaklar bor. Har bir kafedrada 3 tadan 4 tadan to'garaklarimiz bor. Bu to'garaklarga har bitta yo'nalish bo'yicha 200 ta 300 taga yaqin talaba qamrab olingan. Umumiy holda universitetimizda bir 1,5-2 mingga yaqin talabamiz to'garaklarda ishtirok etishadi. Undan tashqari universitetimizda har xil sport o'yinlari, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar bo'lib o'tadi. Bularga ham mas'ul xodimlar biriktirilgan. Masalan, 5 tashabbus doirasida o'tkaziladigan sport o'yinlarimiz bor. Voleybol, basketbol, mini futbol. Bu borada universitetda 3000, 4000, 5000 ga yaqin talabalarni qamrab olganmiz 5 tashabbus doirasidagi sport o'yinlarida. 2025-yil 30-yanvarda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiya universitetida ma'naviyat ma'rifat markazi ochilish bo'lib o'tdi. Bunda Raqam texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov hamda Oliy ta'lim va fan va innovatsiya vaziri Sharif Qo'ng'irotboy Shariflar ishtirok etdi hamda universitet professor o'qituvchilari, rahbar xodimlar hammasi ishtirok etishdi. Ma'naviyat ma'rifat markazini ochilish marosimida iqtidorli talabalarimiz bilan suhbatlar tashkillashtirildi. Ma'naviyat markazining maqsadi va vazifalari shundan iboratki, talabalarimizni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida universitetimizda 5 tashabbus doirasida sport o'yinlari tashkillashtirilgan. Bunda rektor kubogi, dekan kubogi hamda universitetda professor o'qituvchilar o'rtasida ham har xil sport o'yinlari tashkillashtirib turiladi. Ma'naviyat ma'rifat markazini tashkillashtirishi talabalarimizni vatanimizga ma'naviy ma'rifiy yetuk inson qilib tarbiyalash maqsadida, ilmli inson qilib tarbiyalash maqsadida ma'naviyat ma'rifat markazi tashkillashtirildi.